Endi bitta narsani aytib o'tamiz. Mana bizani pomidorimiz, Solano navimiz ko'rsatganidek 160 dan 180 grammgacha. Buni eng yuqori maksimal hozir chempion Muhammad Ali akam o'zlari bo'lib turibdilar. 340 gramm qilibdilar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Mana 2025-yil 22-iyun kuni Muhammad Ali akam dalalariga keldi. Muhammad Ali aka, biz hozir qayerda joylashib turibmiz? Avvalroq xush kelibsizlar biz poliz nimamizga, pomidor polizimizga. Xullas, sizlar Yangiqo'rg'on tumani Oqsuv hududidagi dala maydonimizda turibsizlar. Bu yerda 5 gektar yerga pomidor ekkanmiz. Bu yerda shu sizlardan olgan Solano Rubiola Petroros 3 xil urug' berishuvdi. O'sha urug'larni sinov tariqasida hammasini ekyapsiz. Hammasini ikki qator ekilgan. Endi bu yoz zonada Muhammad Ali aka sizlarda tomatli zavod ham bor, Tomatli zavod bor, o'zimizga xudo xolos qarashlik. Biz asosan tomat yo'nalishida mana shu urug'larni qidirib, o'sha 1x yuqori chiqadigan 1x yuqori bo'ladigan hosillarni olishga harakat qilasizlar. Endi bitta narsani aytib o'tamiz. Mana bizani pomidorimiz, Solano navimiz ko'rsatganidek 160 dan 180 grammgacha. Buni eng yuqori maksimal hozir chempion Muhammad Ali akam o'zlari bo'lib turibdilar. 340 gramm qilibdilar. Shu kattalikdagi pomidorimizni aytib turibmiz, 1x pomidorimiz katta bo'lishiga qaramay, mana ichini yorib ko'rsatamiz. Mana quruq moddalar qarang ko'pligi. Quruq moddasi juda ham ko'p. 1x 8.5 ga to'g'ri keladi. Keyin Muhammad Ali aka yana bitta savol berib o'tmoqchi edim. Bu dala maydonimizga mana boya aytganimizdek 3 xil 4 xil navlarni ekkan ekansiz. Sizlarda asnomnoy kalta paleyli ekilar ekan, bir marta sborka bo'ladigan kalta paleyli ekilar ekan. Tezroq pishish kerak. Keyin bizga mana urug'inglarni yoqqani g'ovlab turib, palay yopib, mevasini ko'mib olar ekan. Mevasini tegiga ko'mib oladi. Shu hududda menga bizga yoqib qoldi mana shu holatda. Bu yerda qaysi gibridligini aytmaymiz. Bir nechta gibridlar ekilgan. U gibridlar vegetatsiya kuni erta bo'lgani uchun gibridlarimiz palayini bekita olmagan. Palayini bekita olmagandan keyin quyosh urib turib 30-40% gacha hosil yo'qoladi. Lekin bizning Solano navimiz birinchi oziqani, startoviy oziqalarni o'z vaqtida berib, suvlarini bersa, bu zo'r shoxlaydi. Palay zo'r otadi va hosilni o'z ichiga, o'z tegiga bekitadi. Keyingi qulay tarafi mana bir nechta gibrid ekkansiz, ahamiyat bergan bo'lsangiz, kasallanish eng kam qaysi navda bo'ldi? Kasallanish Solanoda umuman ko'rganim yo'q. Umuman kasallanish ko'rganlari yo'q. Lekin buni kalibri ham bizga yoqdi, yirik ekan, buni yig'ib terib olish ham osonroq. Osonroq bo'ladi. Boshqa nimalarda, birlarda maydaroq ko'proq soladi, lekin unda qo'l ushlamaydi, tezroq a'zolar. Keyingi narsasi, mana determinant. Hurmatli operatorimiz mana kelib bir boshidan ko'rsatib kelavering. Mana bir boshidan ko'rsatib kelavering. Mana hosillar kelish. Qanaqa darajada hosil solib kelyapti. Mana. Muhammad Ali aka buni prosta qattiqroq tegan ham odam qo'rqyapti. Rahmat. Mana pomidor juda ham zo'r, juda ham sifat, standart bir tekisda kelyapti. Mana bu yoq taraflarini ham ko'rsatib o'tinglar. Mana standartlarimiz bir tekisda hosillarimiz juda ham go'zal, juda ham sifat. Mana bu tarafda ham juda ham chiroyli turibdi. Mana hosillarimiz mashalloh. Mana zo'r, juda. Mana hammasi tegida. Sifatni bizmagan, sifat zo'r tarzda turibdi. Batva qalin, bark shirokilistni, keng bark. Muhammad Ali aka sal xafa bo'lmaysiz? Men ruschada sal ko'proq o'qiganman. Bo'ldi. Hamma dorilarni qilganmiz, immunitetlarni ko'targanmiz, Xudoga shukr. Mana ochib qo'ygan joyimiz. Mana bu yoq tarafni, mana o'shani ko'k holati. Mana ko'k holatida qanaqa bo'lib turibdi pomidorimiz. Mana bu Solano navimiz bo'ladi. Shu kalibri yirikligi bizga immuniteti yaxshi ekanda, buni shu yoshligida o'stirib olib. Muhammad Ali aka, sizga yana bitta narsada to'xtalib o'taman. O'zingiz uchun bilishingizga, bizning kompaniya
bular bizani kompaniyani mutaxassislari bitti bizani distributorlarimiz qo'pol qilib aytganda bizani bo'tli Namangandek bizani yuzimiz bular. Bizani vazifamiz O'zbekistonga kirib kelgan va Namangan zonasida mana misol bo'ta pomidor ekiladimi? Hamma navlardan bizni seleksionerlar bilan ko'rishib olib boramiz. Keyin bizani ob-havo sharoitlarini bizani ukalardan so'raymiz. Qanaqa sharoitga bo'lish kerak, nima sharoitga bo'lish kerak? U spiska bo'yicha bu qidiriladigan narsa. Bu juda ham bir stojli seleksiyasini qidirib topish oson narsa emas. Inshaalloh mana hamkorlikda ko'ryapsiz, bir nechta odam kelganmiz, mana hammani ko'rsatib o'tdik, bir nechta odam kelganmiz. Hammamiz hamkasblar bir-birimiz bilan kelishgan holatda ishlaganimiz uchun inshaalloh mana shunaqa unumli narsaga erishyapmiz. Bu O'zbekistonimizda mahsuloti juda ham yuqori sifatda bo'lishi va mahsuloti ko'p bo'lishiga qo'ldan kelgancha hissamizni qo'shamiz. Inshaalloh bu pomidorimizni yana bitta navi bor. U namimizdan ham sizga beramiz. Uni ham bir sinab ko'ring, bir ko'rib o'zingiz baho berasiz inshaalloh. Keyingi aytib o'tadigan narsamiz shu yaqin birodarlaringizga boyiga tushuntirgan maslahatimni aniq aytib o'tishga harakat qiling. Bir xil emas. %95% pomidorlar bizada mashinali sborkaga kelyapti, lekin ular sizlar qo'lda terishga ekyapsizlar-da, shu bilan hosil yo'qotib qo'yapsizlar. Shu narsasiga qattiq ahamiyat beringlar. 65-70 kunlik emas, 75-80 kunlik grammi 160-180 dan baland bo'lganini ekilsa, emlangan nima kasallarga emlanganini ham ko'rilsa, inshaalloh maqsadga muvofiq bo'ladi. Hammamiz yuzimiz xuddi shunaqa yorug' bo'ladi. Yana sog' bo'luvchilarni ham shu urug' olayotganda aytuvdinglar, bu emlatib qo'yilgan, immuniteti baland. Shunaqa. Oraliq masofasini uzoqroq yetsangiz ham shoqi bilan bemalol yetib olib bo'ladi. Haqiqatda rost ekan, juda ajoyib. Biz xursandmiz. Inshaalloh Muhammad aka yana bitta narsani aytib qo'yamiz. Pomidor sizni qo'lingizga yetib kelguncha, chetdan kelgandan keyin 3-4 marta bizda sinaladi. Keyin sizga yetib keladi. Biz har xil kuyga solib ko'ramiz buni. Solmasak biz natijani o'zimizga kerak natijani ola olmaymiz. Yangi nimasidan ham syomkasidan tashlashuvdi, yaxshi bo'lgan ekan. Qiziqib oldik biz. Sinov muddatini o'tab bo'lgan ekan bu. Sizlarga rahmat. Inshaalloh mana bizani distributorlarimiz bemalol murojaat qilinglar. Bular bilan xarid qilib bemalol olib turib, kerak maslahatlarni so'rab tursanglar, bular o'zligi tushunmagan narsani bizdan so'rashadi. Qo'shib hamkorlikda hosilni zo'r olib, yuzimizni yorug' qilishga harakat qilamiz. Muhammad aka, sizga rahmat. Dehqonchiligingizga Alloh baraka bersin. Shunchalik bizani mahsulotni ko'rsatib berganingizga sizga kattakon rahmat. Baraka toping. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ishlaringizda charchamayni. Yaxshi urug'larni olib kelib, bizga o'sha fermerlarga tarqatinglar. Amin. Aytganingiz kelsin. Rahmat. Baraka toping.